Kollagen yoki bioritizatsiya. Kollagen. Kollagen yoki chistka. Chistka ham zo'r narsa, yuzni tozalab beradi, lekin kollagen. Kollagen yoki mezoterapiya. Kollagen. Kollagen yoki karboksiterapiya. Karboksiterapiya ham juda ham zo'r narsa, o'g'rilik yuzlarga juda ham yaxshi foyda beradi, lekin kollagen tanlayman. Kollagen yoki karbonli piling. Kollagen. Kollagen yoki botoks. Botoks vazifasi ajinlarni bloklab beradi, a kollagen yuzni yoshartirib beradi. Kollagen tanlayman. Kollagen yoki dermapen. Kollagen. Kollagen yoki lazerni shlifovka. Lazer shlifovka endi yuzdagi shramlarga qilinadi, uni vazifasi umuman boshqa narsa, kollagen tanlayman. Kollagen yoki teri uchun maxsus kokteyl. Kollagen. Kollagen yoki plazma terapiya. Plazma terapiya sochga, yuzga yaxshi narsa juda ham, lekin kollagen tanlayman. Kollagen yoki